xona gullari ham ko'p yillar yashaydimi deya savol berishadi. Albatta ha. Ayrim xona gullari o'z egalarini juda ko'p yillar davomida xursand qilishlari mumkin. Avloddan avlodgacha yashaydigan gul tanlash uchun qaysi gullar haqiqiy uzoq umr ko'ruvchilar ekanini va ularga qanday parvarish kerakligini bilish muhimdir. Monstera guli uydagi yashil gigant deb atash mumkin. Monstera yirik teshik bargli liana. Ilk yillardanoq kuchli ildiz tizimini o'zida shakllantiradi va guldonda 40-50 yil yashashi mumkin. O'simlik tayanch orqali o'sishni yaxshi ko'radi va tez-tez ko'chirib o'tkazilishini yoqtirmaydi. Yorug'lik yetishmasligi barglarini chiroyiga ta'sir qiladi. Ficus lirata. Ficusning yirik barglari chiroyli egilib turadi. Quruq havo va suvsizlikka bardoshli, to'g'ri parvarish qilinsa 20-40 yil yashaydi. Yaxshi drenaj ta'minlash va o'g'itni ortiqcha qo'llamaslik kerak. Flera guli. Bu o'simlik yorug'likni, yumshoq va unumdor tuproqni, shuningdek muntazam suv purkashlarini yaxshi ko'radi. To'g'ri parvarish qilinsa 20-25 yil yashaydi. Aglaonema. Aglaonema yarim soyaga va kamdan kam o'g'it berishga chidamli. Uzoq yashashi uchun kislotaga moyil tuproq va hasharotlardan himoya muhim. Yorqin navlari qo'shimcha yorug'likka muhtojdir. Xlorofitum. Nozik bargli va kuchli ildizli oddiy o'simlik. 20 yilgacha yashaydi va osongina ko'payadi. Asosiysi suvini ko'paytirib yubormaslik va mushuklardan asrash. Krasula. Krasula guli yoki xalq orasida pul daraxti deb ataluvchi o'simlik. Tropik iqlimda o'sadigan, barglari qalin, doimo yashil butasimon sukulentdir. Ba'zi sukulentlardan farqli ravishda krasula har doim ozgina nam yerni yoqtiradi. Lekin ortiqcha namlik kerak emas. Agar barglari to'kila boshlasa, demak unga suv yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Barglari sariq tus olsa, bu ortiqcha suv berilganini belgisi. Bu parvarishi oson bo'lgan sukulent xonada o'rtacha 50-70 yil yashay oladi. Ba'zan esa 100 yildan ham ziyod umr ko'rishi mumkin. Dekabrist. Dekabristni bayramlar vaqtida jonli guldastadek sotib olishadi. Keyinchalik esa tashlab yuborishadi. Ammo bu o'simlik 100 yilgacha yashay oladi. Uning novdalari bog'lanish joylarida va uchlarida go'zal malina rangli gullar ochiladi. Shuningdek, turli rangdagi navlari ham mavjud. Dekabristga bahor va yoz oylarida 20-25 daraja atrofidagi harorat, yorug' nur va yaxshi drenajli tuproq kerak bo'ladi. Xona o'simliklarini ko'pincha nima o'ldiradi? Hatto uzoq umr ko'ruvchilar ham quyidagilar sababli nobud bo'ladi. Ortiqcha sug'orish va suvni turib qolishi, nomunosib yoki zararlangan tuproq, yorug'likni ortiqcha yoki yetarli bo'lmasligi, o'g'itni me'yordan ortiq qo'llash, hasharotlar, quruq havo va noto'g'ri qishki parvarish. Sug'orishda me'yorni saqlash, drenajga e'tibor berish, yorug'lik va haroratni hisobga olish, shuningdek o'simlikni keraksiz bezovta qilmaslik. To'g'ri o'simlik tanlash va e'tiborli parvarish uy guldonini uzoq umrli qiladi. Monstera, Ficus, Dracena va boshqa turlar o'nlab yillar davomida ko'ngilni xursand qilib, uyda samimiylik va jonli muhit yaratadi.